Do'stlar, qaranglar mana men palatkani ichida dengizni bo'yida 5 soatdan beri efir qilyapman mana do'stlar. Efirda ko'ryapsizlar. Endi ko'chada nima yuribdi, bir narsalarning ovozi kelyapti. Hozir ochib ko'raylik-chi, ko'pchilik odam bor deyapti. Ko'rasizlarmi? Mana. Bir baliq shirklar yuribdi o'zorada. Nasib palatgan mana. Kiyimim poya suvga tushib ketdi. Bas mana, ko'ryapsizlar-mi? 2 kun shu yerdaman do'stlar. Ertaga obedda cho'milamiz. 17-dekabr kuni ko'rasizlar, mana shu yerda cho'milsa bo'ladi dengizda. Xullas do'stlar, kuzatib turinglar, bu yoqda efir ketyapti. Mana 24 soat. Qachon do'stlar? 48 soat bo'lishi bilan efir tugashi bilan men Hindistonga sirazi uchib ketaman, ko'rasizlar. Sirazi Hindistonga uchib ketiladi. Ungacha do'stlar efir bo'lyapti. Xullas do'stlar, Rayani akkaunti menda. Sizlar obuna bo'lib paddesh yaqtiringlar, men ham sizlarga Rayadan obuna bo'lib qo'yaman do'stlar. Katta akkauntimdan ham bo'lib qo'yaman. Sizlar paddesh yaqtiringlar bo'ldi. Bemalol cho'chimasdan obuna bo'lib qo'yinglar, qaytaraman. Davay do'stlar.